Navbatdagi savol. Men turmush qurish yoshidaman, lekin aqidasi sof insonga, tavhid ahlidan bo'lgan, Rabbisini rozi qiladigan insonga turmushga chiqishni xohlayman. Lekin otam va uyimdagilar aqidasi noto'g'ri, dunyoviy insonga berishmoqchi. Shunday holatda nima qilay? Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah va ba'd. Birinchi o'rinda siz Allohdan so'rang. Baxt bu Alloh beradi. Sizga yaxshi turmush o'rtog'i nasib qilishi Allohning qo'lida bu. Alloh taolo o'zi bersa, hamma ish bitib ketaveradi. Shuning uchun buni kaliti Allohda. Duo qiling, tahajjud o'qiganda, duo ijobat bo'layotgan soatlarda duo qiling. Birinchidan. Ikkinchidan, sabablarni ushlang. Aqlli odam o'zini balog'at yoshiga yetgan kishi o'zini hayotini o'zi tanlaydi, o'zi o'sha uchun harakat qiladi. Sabablarni qilsangiz, Alloh taolo o'zi yo'l ko'rsatadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, in tasduqillaha yasduqka. Agar sen Alloh uchun sodiq bo'lsang, Alloh sen uchun turib beradi. Haqiqatan Alloh uchun inson haqiqiy sodiq bo'lsa, Alloh taolo unga tavfiq beradi, o'zi yo'l ko'rsatadi. Mana shu. Shuning uchun harakat qiling, yaxshi bo'ling, yaxshiliklarni qiling, Allohdan umidingizni uzmang. Sabablarni qiling, Alloh taolo albatta bir yaxshi yo'l ko'rsatadi. Allohu a'lam.